Matbuot anjumanimiz davom etadi. Endi jurnalistlar bilan muloqotda OKMK jamoasi bosh murabbiyi Mirjalol Qo'shoqov Qosimov bo'ladilar. Bugungi o'yinga sizning bahoyingiz. Endi ikki xil avvalambor assalomu alaykum. Ikki xil bo'limni guvohi bo'ldik. Birinchi bo'limda o'zim ham tushunmay qoldim yigitlarim harakatida. Lekin ikkinchi bo'limda ochiq futbol guvohi bo'ldik. Ikki taraflama vaziyatlar har bir jamoa g'alaba uchun harakatlandi, lekin oxir oqibat murosasi durang natija qayd etildi. Значит, shunaqa bo'lishi kerak ekan. Lekin o'sha aytayotganimdek, o'zimni jamoam to'g'risida keladigan bo'lsa, bugun birinchi bo'limni juda ham sust o'yin o'tkazdik. Bizga xos emas, lekin buni ko'riladi. İkinci bo'limda qanaqadir jonladim, muxlislar bor. U yutqizishda ham emas, anaqasida ham emas, yigitlar birinchi bo'limga qaraganda yaxshi harakat qilishdi. Savollar bormi? Marhamat. Mirjalol aka, ikkinchi bo'limda ayniqsa 3 marta qattiq asablashganingizni ko'rdim va bunaqa holatda sizni ko'p ko'rmaymiz. Va aynan nima futbolchilar harakati jangiz? Yo'q, qaysi ma'noda? Masalan, zaxiradan chiqargandan keyin o'yinga kirishib ko'proq harakat qilish kerak-da. Qanaqa qilib ertaga nima deydi, sostavga tushmoqchi. Men o'yinga o'ynab bermayman masalan-da. Kuchaytirish kerak o'yinni. Chiqib turib bundan ham sust o'ynasa, albatta bitta mana emas, muxlislar ham jahli chiqib ketadi. Noto'g'ri o'zgartirish bo'ldi deb, masalan, uni emas, mana buni tushirish kerak edi deb endi anu bo'ladi-ku. O'shaning uchun o'shanga asabiylashdim. Chiqqandan keyin o'sha biz ham vaqti kelganda 3 minutga chiqqanmiz, 5 minutga chiqqanmiz. Yaxshi tarafini ko'rsatish kerak edi. O'yinni kuchaytirish kerak. Unda nima keragi bor? Masalan, foydasi tegmasa-da, chiqqandan keyin effekt bo'lishi kerak. Qanaqadir ma'no bo'lishi kerak. O'shaning uchun asabiylashdim o'zimdan. Bekor aralashtirdim. Yana savollar bormi? Va alaykum assalom. Sen ko'rsam kayfiyatini ko'tariladi. Jamoachilarning asosan endi darvozaga orqa tomonidan qarab o'ynayotgani tufayli endi ko'proq pastga berish bilan shug'ullanib, jamoaga shu Ruben Sanches, Kledi Datsilarning qanchalik sezilmoqda? Masalan, aynan bugungi o'yin. O'tgan o'yinda mayli. Yo'q, endi har bitta o'yinchimizni o'ziga yarasha muhim. U jamoada o'z joyi bor, albatta bilinadi, lekin yetishmayapti. Bu hali chempionat uzun, o'rtada nima desa bo'ladi, juda o'yinlar ko'p, zich taqvim. O'ylaymanki, hali jismonan tayyor bo'lgandan keyin ular ham qo'shilishadi. Endi Riyadga keladigan bo'lsa, har qatdan ham o'zi olganimiz sababi ham, masalan, hujumsiz qolib ketib qoldi. Ana boshsiz chavandoz deydi-yu, sborlarda ham o'ynadi. Qopton to'pni nazorat qilib darvozaga urilmasa qiyin, jamoa g'alaba qozonmaydi. O'shaning uchun ham olingan edi. Yechinish xonasida ham birinchi bo'limdan keyin e'tirozimni aytib o'tdim. Qoptonni saqlanib qilish kerak, qanaqadir hurmat qilish kerak. Endi uni ishi. Masalan, maydonga chiqqandan keyin o'sha vaziyatni topib kerak. Ko'ramiz, hali rotatsiya bo'ladi, xohlaymizmi, xohlamaymizmi, o'zidan o'zi videoni ko'rib chiqqandan keyin qanaqadir almashuv yengillik bo'ladi baribir. Mirjalol aka, 4-turdan keyin ba'zi kichik xulosalar qilsak bo'ladi O'zbekiston chempionatlarida. Muxlislarga chunki sizda mutaxassislarning fikri qiziq. Paxtakor Osiyoda oldindan chiqqan, hamma aytayotganda O'zbekistonda oldindan chiqqan yutqazyapti. Normal yaxshi ketayotganmi, kichik xulosalaringizni aytsangiz. Hozir yechinish xonasida ham ana boshida ikkinchi bo'limda Dilshodda vaziyat bo'ldi 100%lik. Undan keyin Alida bo'ldi. O'shani urganda boshqacha bo'lardi deshuvdi. Как-раз shu anaqaga javob berdim. Har bitta tepilgan to'p gol bo'lsa, unda muxlis ham tushmas edi.
O'shaning uchun ham futbol shunisi bilan qiziq, qayerdadir ish yurishadi, qayerdadir ish yurishmaydi. Hozir men hech nima demayman, anaqa zo'r maqol bor, jo'jani kuzda sanaymiz. Hozir nima qilamiz? Hali hammasi oldinda. Shu. Dinamo jamoasida himoyada muammolar bor. Shunga qaramay jamoa o'z darvozasini sizni saqladi. Marko Stanoyevichning klubdan beri sabab yaxshi taniysiz sifatida. Uning himoyadagi o'yini siz uchun qanchalik yangi bo'ldi? Yangilik emas, biza ham o'tgan yil xuddi shunaqa himoyachilarimiz jarohat olib, sariq kartochka o'tkazganda, menimcha adashmasam Lokomotivga qarshi ikkita yarim himoyachimiz o'ynaganda. Bu narsa bir-birini to'ldiradi. Bundan ham hech kim xolis emas, lekin haqiqatan ham bugun kerakli qanotlarni yaxshi yopdi. Bu yoqda Hojimirzayev, bu yoqda Fridayev bilancha u masalan qanotlarimizni yaxshi yopa olishdi va shu gol o'tkazmaslik daxlsizligi qoldi. Bo'lsa savollar. Rahmat hammalarga, salomat bo'ling.